Hammaga assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Barchamizga ma'lum, Koreyadagi Nozimani o'ldirilishi haqida juda ham keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Mana o'zingizlar ham ko'ryapsizlar. Xo'p, bugungi videomiz biz bu narsani hammasini tahlil qilib chiqdik, o'rgandik. Bularning hammasi uyushtirilganligini, rol o'ynab o'ynolmayotganligini, hamma narsani hozir biz sizlarga tushuntirib beraman. Xo'p, endi o'zi nima bo'lgan, o'zi aslida bu aka ham hamma narsani bilganlar. Bu yerda o'sha bolalarni o'ldirib qo'yishganligini hammasini bilganlar. Primoy efirni mana o'zingizlar ham ko'rdinglar. Misol 20 ta savol bergan bo'lsam, 100 ballikdan 99 ball menga umuman javob bera olmadi bu inson. U javob bergani ham yolg'on, oldi qochdi gaplar. Bo'lmasa shunaqangi savollar, oddiy savollar ediki, shu savollardan ham ma'lum bo'ldiki, aka 100% bu yerda bekityaptilar. Chunki bilallar, erta ubiystvo bo'lganini. Bu inson 500% biladi erta nima bo'lganini. Bu odam o'ldirdi demayman, bu odam o'ldirmagan, lekin biladi bu inson. Buni o'ldirib qo'ygan bolalar o'sha ichkaridagi o'sha Sherzod, Siroj, o'sha yana kimdir bo'lishi mumkin, kimdir bilan o'ldirib qo'ygan. Скорее всего, biz bu narsani Sherzod deb o'ylayapmiz. Xo'p, endi bu aytishyapti, mana shunaqa, aka keling, holat shunaqa. Aka uyga kirganlar, xonadonni ko'zdan kechirganlar. Qani nima, endi buni asoslab ber, xonadonni sen aytmas eding-ku, deysizlar, men buni bilaman. Aka endi xonadonga kiryaptilar, bilyapti-da bu inson. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu plan bo'lgan. Bo'ldi, Nozimani qoralaymiz, buni fohishaga chiqaramiz, buni ichkiligiga chiqaramiz deb. Bu yerda nima bo'ldi, nimaga o'ldirding? Yur militsiyaga deyish yo'q. Bo'ldi, Nozima qilamiz, o'zlarining kontentlarini o'ylaganlar, o'zligining planligi bo'yicha buni yashirish. Endi kimdir aytayaptiki, pul olgan, Sherzoddan, boshqa narsa odamlardan pul olgan degan gap bor. Uni fakti menda hozircha yo'q. Xo'p, endi men o'zim gapimni asoslab beraman. Xo'p, ichkariga kiryaptilar. Bundan oldin qanaqa xonaga kirganlarini asoslab beraman hozir sizlarga. Ichkariga bu inson kiryapti-da xonaga. Bilyapti, qarang, bundoq aylanib kelyapti-da, qani bu yoqqa kelingchi deb sekin shisha tomonlarga o'tyapti, o'sha spirtnoy ichimlik turgan joyligiga-da. O'zi erta hech qanaqa ichida hachali ozgina bo'lsa ham tegida bo'lish kerak, tegida ham yo'q. U qiz ichmagan 100%, chunki bu yoqda Ramazon. Undan oldingi kirgan xonadonlarida anaqani ochib o'tirdi-ku, ehsonchi bola. Nozimani xonasidagi tortmalarni ochganda, mana arab tilida yozuvlar, arabchani o'rganayotgan deb, mana bu yerda joy namozlar, mana bu yerda Ramazon deb. Qanaqasi shunaqa odam o'sha kuni ichib o'tiradimi? Misol, har doim ichib yurgan odam bo'lsa ham, imенно Ramazon oyida, bu xullas gapi bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Bir joy namozda ko'rsatyapti, mana bunaqa arab tilini o'rganayotgan ekan bu qiz deyapti-da, nariyoqqa borib endi ichib o'tirar ekan deyapti. Bo'lmagan gap. Birinchidan erta ikkita butilka turgan edi. Uni qiz agar ikkalovini o'zi ichib qo'ydiga chiqarishdi go'yoki, agarda ikkita butilkani ichgan inson oyog'idan o'zini oyog'ini boshqara olmaydi. O'rnidan tura olmaydi. Qanaqa qilib o'zini osishi mumkin? Hech narsa bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Bu yerda maqsad nima? Bu yerda maqsad faqat shu Nozimani fohishaga chiqarish, yomonga chiqarishda, bo'ldi. Kim o'libdi? Bitta fohisha o'libdi. O'lsa o'lib ketolmaydimi? Bo'ldi. Odamlarning fokusini mana shunaqa manipulyatsiya qilib shu tomonga qaratmoqchi bo'lishdiki, lekin men afsuski, IQ'si kuchli odamlar chiqib qoldi. Mana bizning obunachilarimiz orasida IQ'si kuchli, to'xta, stop, bitta boshqa narsa dedilar. Endi qarang, bu odam oldin ham kirgan bu joyga, bu hammasi kelishilingan, buni bilib turibdi, ana bola ham do'dirab turibdi. Xullas o'xshata olmadinglar, eng qizig'i borku, shuni ham o'xshata olmadinglar. Aylanib kelib ko'rib, yana yerdagi sigaretni ko'rib, mana bu sigaret nima deyapti? Mana bu yerda qon turibdi. Mana bu qon nimada undan ko'ra? Yo'q, bu yerda mana bu sigaret nima? Bundan ko'zlangan maqsad nimaki? Nozimani mana chakadigan ham, ichadiganga ham chiqarish bo'lyapti bu yerda. Endi nima deydi endi u ayolini 5 marta yerga urib, men chakardi deb turibdi. Xo'p, bo'ldi. Bu ham Nozimaga minus ketdi. Endi akani qarang-da. Bu uyga kirganliklarini yana bitta isboti. Bundan oldin kirib, hozir mana bunaqa syomka qilamiz chiqib ketishgan o'zim. Ichkarini aylanib, yurib, qani bu yoqqa kelingchi deb, endi shu detektivni yopib oldilar, ichkariga kirib, o'shani oshxona tomonga o'tib, rakvinadagi idishlar to'lib turibdi, ko'ryapsizlar, saftaxta u haligilarni olib, tegidan haligi shishasini ko'rsatyaptilar. Mana bu shisha. Nima bu? deyaptilar-da. Aniga uksus edi bu, uksus. U o'zini ichib o'ldiryotdi, men uni qutqarib qoldim. Bola giroyga chiqdi. Tushunasizmi? Bola giroyga chiqdi. Uni ko'pchilik qotil deb o'ylasa, yo'q, u giroyga chiqdi. Uni naborot jonini saqlab qolgan ekan. Yoki o'sha shunga aniq bordilar. Odamlar fokusini shunga qaratyaptilar. Debdi. Bo'ldi. Lekin qattan odam bilyapti, u rakminaning ichida o'sha uksus yotganligini-da. Birinchidan hech qanaqa uksus ham bo'lmagan, o'zini
o'ldiraman ham demagan, u qiz o'zini o'zi o'ldirmagan. Endi men sizga bitta fakt. Mana men chemodonlarni ko'rayotgan bo'lsangiz kerak, undan oldingi videolarda ham ko'rsatib qo'ydim. Bu chemodonlar o'sha kuni ko'rgan bo'lsangiz ochilib yoyilib yotibdi, lekin mana bularning ichida, mana chemodonning bittasi ichida to'la narsalar bor edi. Nozima o'zining eng yaqin dugonasini oldiga ketayotgan bo'lgan 4-sanakor 4-mart kuni chiqib ketayotgan bo'lgan. Buni qayerdan bilding deydigan bo'lsanglar, uni eng yaqin dugonasi o'sha uyga ketayotgan dugonasi. Bitta zapsdan ham eshitdi, chiqib ketib qoldi-ku. Srochkanmi, kimgadir telefon qilib turib, bo'ldi, men ketyapman, narsalarni yig'ib ketyapman, ovqat bor edi, olib keting dedi, to'g'rimi? O'sha golsda ham aylandi, o'zingiz ham eshitdinglar. Lekin u dugonasiga kechib ketmoqchi bo'lgan. Dugonasi bizga aloqaga chiqdi, yig'ladi, faqat dugonasi sal kechroq bilib qoldi. Ya'ni 4-da bizani oldimga kelish kerak edi, meni oldimga, lekin kela olmay qoldi. Men ko'rib shokka tushib qoldim dedi. Biz sizni hamma ovozlaringiz zaps qoldi, shu narsani ommaga olib chiqamiz. Yo'q, iltimos ommaga olib chiqmay turinglar, men ancha yildan beri bu yerda yashayman dedi. Sudga polностью qatnashaman deyapti. Menda hamma danli faktlari turibdi. Menga qachon telefon qilgani, голосовой yuborgani, SMS yuborgani, hammasi turgan ekan. Men sudga Toshkentda bo'lsa Toshkentda, anaqada Koreyada bo'lsa Koreyada men qatnashaman. Faqat iltimos hozir ovozimni internetga chiqarib olmay turinglar dedi. Xo'p. Xullas biz bildikki, bu mana men chimodonlardan ham bu qiz chiqib ketmoqchi bo'lgan. O'zini o'zi osadigan odam burnini sindirib, mana qaranglar, qanaqa burnlari sinib yotibdi, lablarini qarang, mana qo'llarini qarang, ko'karib dahshat bo'lib yotibdi. O'zini o'zi osadigan odam shunaqa bo'lganmiz. Bu odamni o'ldirishgan. Tomonlariga e'tibor beringlar, mana tomonlariga. Bu yerdagi iz teparoqda, mana bu yerdagi iz pastroqda. Inson agarda o'zini o'zi o'ldirgan bo'lsa, o'zini o'zi osgan bo'lsa, birinchidan bo'yin uzun bo'lib qoladi. Mana bo'yin uzun bo'lib qoladi. Tushunadigan mutaxassisdan so'rasanglar, bu bolaning gapi to'g'ri, haq deydi. Izlar ikki xil. Bu faqat mamlakatiga tortilingan. Endi xonani ko'ringlar. Xonani bardakligi, bu yerda aniq janjal bo'lgan. Endi bularning planini qarang. Plan haqida gaplashaylik bugun. Bo'ldi, buni endi ommaga o'zini o'zi osti chiqaramiz, qattiq ostiga chiqaramiz. U bo'lishni o'ylab ko'rish qarasa yo'qmi? IQsi yetmasdan bularni vannani topishdi. Ani temir emas u, ko'rdinglar, men shuni butun hamma ko'rdi. Shu vanna bilan, ya'ni shu dush bilan unitazni ajratib turadigan o'rnida bundoq temir turibdi-da. To есть temir emas, bu alyumin. Bolalar qizlar ushab ko'rishdi bizanikilar bor. Endi akamiz chiqib olganlar, o'sha videoni o'zida gapiryaptilar. 180 akana bo'yi. Qizni bo'yi necha? Ani bola ham endi farqi yo'q, iloji bor shuni yomonlasa bo'ldi. 167 dedi. Past ichida qarang-da. Va shuncha yil yashab, birga yurib, sevib bo'yini bilmas ekan, tasavvur qilsizlarmi? Endi bunaqa odamda qarangchi, unga nima qizig'i bor? O'lsa o'lib keturmaydimi deyapti-da. 175 Nozmani bo'yi, 174, 175 atrofida bo'yi. Bu narsani onasidan so'radik, etdik, ko'rdik, poliklinikaga qog'ozlarni ko'rdik, haqiqatda bo'yida shunaqa oxirgi tushgan rasmlarni ko'rdik. Xo'p, xullas gap bunday emas. 180 shaqqosda zotni bu odamlarni manipulyatsiya qilyapti. Hamma ko'rsin, ishonsin deb. Lekin yerda na bir nima singan narsa bor, na boshqa hech qanaqa narsa yo'q. Yana eng kulgilisi nima deyapti? 180 bu 20 sm bor ekan. Mana bu stul nimaga deyapti? Stul turibdi orada. Mana bunaqa balandlikda, bu yerda bir kreslo turibdi. Shunga chiqib u o'zi 180 ekan, haligi temir o'zi ketib turishibdi. Biz ham ko'rib turibmiz uni pastligini. Shunga bu hali yana chiqib, tushunyapsizmi? Chiqqan bo'lsa, unda haligi temir pastga tushib qoladi-ku. Xullas, umuman o'xshamadi bularning gapligi. Umuman fizikaga ham to'g'ri kelmayapti, matematikaga ham to'g'ri kelmayapti. Endi bularning yana planini qarang, qanaqa bo'lgan. Bilgan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlarda bitta zaps tarqalib ketdi. Alo, Nozima deb, ana Nozimaning ovozi eshitilyapti, to'g'rimi? Qilgan ovozi, bo'g'ilayotgan ovozi eshitilyapti, to'g'rimi? Bu ham bitta xonada bo'lgan. Zaps ikkita telefon, to'g'rimi? Kim bilan gaplashyapti-da? Ikkita telefon yonma-yon bo'lgan. Yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsanglar, agarda ikkita telefonini dugonanglar bilan yoki o'rtoqlar bilan telefonda bundoq gaplashib kelinglar, lekin ko'rishib qolinglar, bir-biringlar bilan yaqin kelganinglarda o'sha bir-biriga eho berib oladi, aksado berib oladi. O'sha zapsga ham yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsanglar, eho berib olgan. Alo degan, ketma-ket alo, Nozima degan eho berib oladi. Bu aniq ikkalovligi u bitta joyda bo'lib, go'yoki biz mana bu o'lgan paytda biz telefonda gaplashganmiz, bizga telefon qilgan deb yemayapti. Qanaqasiga o'zini osib o'layotgan odam unga nomerini terib telefon qilishi mumkin. Bu narsalarni qanaqa qilib o'ylab topdinglar? Umuman IQga, lekin sizlarga вообще respekt. Endi qarang bularning planini-da, bularni uyushgan bir вообще zo'r planligi. Endi buni qanaqa qilib chiqarib olish kerak?
Okonxo ehson qilishlari kerak. Ehsonni o'ylayaptilar birinchi o'rinda. Ehsonning orqasidan ham yaxshigina pul kelishini bundan keyingi videolarni ham po faktu isbotlab beraman. Po faktu. Sizlar o'ylamaydi. Ko'pchilik odam aytayaptiki, bu ehsonchi akamizni savob ish qilib, yana gunohga qo'yaptilar, u qo'yaptilar. Savob ish qilgani yo'q bu odam. Bu Nozima masalasi bo'yicha savob ish qilgani yo'q. Umuman bu savobga kirmaydi. Bu yomonlikka kiradi. Siz o'ylayapsiz, agarda Nozimani haqiqatdan o'lganini bilib turib, mayli nima bo'lgan taqdirda ham o'ligini ko'rdi, shuni olib borish kerak ekanmi? Olib borgan etsa, mana jinoyat alomatlari bo'lyapti, onaxon farzandingizni kimdir o'ldirganga o'xshayapti deb aytganida, unda savob bo'lardi. Ana unda bu yaxshilik bo'lardi. Lekin bu inson bu narsani bilib, 100% emas, milliard% bilgan, milliard% bilgan. Chunki uni yuvuvchilari, uni o'zini yonida yurgan o'sha fohishaxonaning rahbarlari, qizlarni ishlatadigan o'shalar yuvar ekan. Nobog'da Koreyada yana kimdir ayol kishini o'tib qolmasin-ku, Nobog'ga umuman bunaqa odamlarga murojaat qilmaylar. Uni o'zini konsullar bor. Besplatno boradi. Agar hech kim bo'lmasa, tekinga boradi. Bu tomondan davlat mablag' ajratgan. Unaqa gaplarga ishonmaylar. O'lib qolsa, bu odam bo'lmasa hech kim. Umuman u bo'lmagan gap. Konsul bor bu yerda. Pul ajratadi. Agarda hech kimi yo'q odam bo'ladigan bo'lsa, pul ajratadi. Agar odam bor bo'lgan bo'lsa, o'zi olib ketadi, yordam beradi. Umuman bo'lmagan gaplar. Umuman bo'lmagan gaplar. Xo'p. Endi qaysi joyga keldik? Bular xullas endi planni qarang. Bular endi ehson qilishlari kerak. Reski bo'ldi. Onasiga telefon qilyapti-da. Qilgan yomon ishlari shu joydan sal to'xtab uzilib qoldi. Qilgan yomon ishlari nima bo'lyapti? Onasiga shu etmagani. Sizni farzandingiz o'ldirildi. Bu yerda dahshatli ahvolda bo'lyapti. Mana yoki yuvuvchilar etdi. Yuvuvchilar bilan oshqatuv ekanlar o'sha nima edi? Noripangmi bir bolaning rahbarlari bilan o'sha yuvgan ekan. Yuvgan odamning ahvolini qarang. Ma'lum kim yuydiryapsiz siz? Bizni bilishimiz bo'yicha biz bolaligimizdan shu narsani bilardik. Kimdir ayol kishi o'tib qolsa, iboliy, hayoliy bir Qur'onni tushunadigan, dinni tushunadigan bir shunaqa insonlarni bilardi yuvadigan. U bilmayman, diskotekada ko'tarinliklaradigan odamlar yuvadi. Men endi birinchi marta ko'rdim. Shunaqa odamlarga borib yuydiratganlar bu narsa. Xo'p, bular hammasi xullas uyushgan, bular bir Okeyni telefon qotdilar onaxonga. Buni yomonliklari shu bo'ldiki, onaxonga haqiqat etmaganlar. Prosta qizingiz o'zini o'zi osib qo'ydi. Nima qilasiz insonlarda? Bu odam aldadi. O'zini o'zi osib qo'ydi. Bechora ona shokda, bir ishonmaydi. Endi yetmaganiga bo'ldi. Endi xolasangiz ehson, riski yoki ehson ko'ryaptilar. Telefonni zapsdan ham eshitgan bo'lsa kerak. Ehson qilamiz ham. O kerak emas, menga unaqa sharmandalik deyapti. Ona aytayapti. Kerak emas. Bo'ldi, iltimos olib kelib beringlar. Yo, biz olib bora olmaymiz, o'zingiz kelishingiz kerak. To'g'ri aytishyapti. Men to'g'ri narsani to'g'ri deyman. Onani o'zi kelish kerak. Keyin bo'ldi, men nima qilay? Xolasangiz, ana davengiz qilib bersangiz deb bu yoqda keyin Sitora o'zidan advokatni yasab olib, bular hammasi bir, tili bir bilan. Bularga onaga telefon bo'lyapti. Men Sitoraman, mana shunaqa advokatman deyapti. Ona ishonyapti endi, bechora ona shokda, farzandi o'lib turibdi, ona ishonadi. Mana shunaqa davengiz qilib beradigan bo'lsangiz, biz o'zimiz yuvintirib, tarantirib yuboramiz deyapti O'zbekistonga. Bechora ona nima qilishini bilmaydi. Unaqa millioner xotin emas. Bo'ldi, mayli xo'p deb onani mana soddaligi ham ishonganligi, endi o'zbek deb ishonyapti-da, endi o'likning ustidan böyle bir pul qiladi deb o'ylamayapti-da, bunaqangi nimadir jinoiy ish qiladi deb o'ylamayapti. Ona ishonyapti, davengiz qilib beryapti. Mana savolingizga javob, nima uchun bu yerda politsiya bilmay qoldi yoki boshqa narsa, bular politsiyaga ham bormagan. Xullas, davengiz kelyapti, endi morgdan olib chiqish kerak-ku. Bu odamga berib olmaydi-ku. Qani buni qonuniy vakili, qani? Ana bizamizda, qani sanmasdan ko'rsatdi, mana anaqa qilib berdi, davengiz qilib berdi. Xo'p, Koreyada qachonki unaqa holatlarda yoqib yuboriladi, men undan oldin gapimda Koreyada odam yoqmaydi dedim. Yo'q, yoqish yoqadi. Hech kimi bo'lmasa, tipani bo'lmish bo'lsa, uni yoqib yuboradi. Ichak-chavog'ini olib qolib, o'shani ham kerakli organizmlarni olib qolib, keyin yoqib yuboradi. Bular xuddi shunaqa narsaga chiqarib yuborishgan. Buni hech kimi yo'q. Mana bu davengiz bo'lsa, bitta onasi bor, u chet elda hech kimi yo'q. Mana biz olib chiqib keta olamiz degan, bo'ldi o'sha bilan. Davoyingiz bormi bu bo'yicha deganda, bular yo'q deb chiqib ketgan. Mana nima uchun deli bormayapti. Politsiyaga bormayapti. Buning uchun davoyim yo'q deb chiqib ketgan. Endi bizdagi ma'lumotlarga qaraganda, bu yerda politsiya bilan ham ozgina pul yo'q o'ynagan, lekin oxirgi paytida biz surishtirdik. Koreyadan shunaqa narsalar kuzatilayotgan ekan. Mayli, xo'p, bu narsani endi hozir asosi yo'q, bu narsani ayta olmayman. Aniq kimdir pul olganmi yo'q, pul olmaganmi, bu narsani men aytishga haqqim yo'q. Xullas shunaqa qilib davengiz qilib bergandan keyin bo'ldi, davoyim yo'q deb qilib berishgan. Endi o'zingizlar o'ylang, qaysi vijdon bilan buni ko'rishgan ahvolini yo'q, davoyim yo'q deb qilib berishgan. Maqsad tezroq chiqarib olish.
Maqsad tezroq chiqarib olish. Bularni hammasi biladi. U oxirida bilmayman, odamlar aytyapti, serozniy pul beryapti, qotil deyishyapti. Balki unaqa bo'lishi ham mumkin, bo'lishib olishadi. Endi bular bitta ekan, yuvayotgan odamlar ham eng qizig'i shu ekan, shular ekan. Yuvuvchilarning ahvoli. Xo'p, endi bo'ldi. Onaga chiqarib olishyapti bu yoqda. Ona endi bu narsani ko'rib shokda. Bu qizim jinoyat alomatlari bilan ko'rsa, anaqa bo'ldi, biz ekspertiza qilamiz deydi. Yolg'on gapirishgan. Bu odam birinchi marta bu o'lik chiqarayotgan odam emas, birinchi marta. Birinchi marta emas demoqchiman-da. U med ekspertiza qilgan, doktor o'zi tekshirgan, ha bo'ldi qilgan bo'ldi. Sud med ekspertizasiga qilmagan, chunki bular davoyim yo'q deb yozib bergan. Mana o'shaning uchun ham bularning ishi cho'zilib qolyapti. Hop, endi yana nimalar qolib ketyapti bizda bu yerda? Onasi endi telefon qilyapti. Qizimni ahvoli shunaqa, bu yo'g'i nima qilamiz? 20 kun ichida ekspertiza xulosasi chiqadi deb yolg'on gapirib qo'yishdi. Hech qanaqa 20 kun ekspertiza o'zi qilinmagan. Qanaqasi 20 kunda chiqishi mumkin? Yolg'on, hammasi yolg'on. Endi yana bitta gapligiga e'tibor bering. Videoda birinchi bu bratanni Hoji akamizani videolarda aytilyaptiki, ana boladan so'rayapti Sherzoddan. Politsiya keldimi desa, bir bola ha deydi, bir yo'q deydi. Ikki xil gap gapirgan o'sha videosini o'zida ham. Primoy efirda ham qilganmiz, borganmiz, topshirganmiz. Hech qanaqangi politsiyaga topshirilmagan, umuman unaqa narsa ham bo'lmagan. Politsiyaga agar topshiriladigan bo'lsa, politsiya kelib, darhol hammasini qo'lga olib, aralashgan, kim bu delaga aralashgan bo'lsa, hammasini olib ketish kerak. Bularning maqsadi o'xshamay qoldi, plan o'xshamay qoldi. Hech qanaqa politsiyaga ham telefon qilishmagan, borishmagan ham. Lekin bitta videodagi mana biz bordik-ku deb ko'rsatishyapti-ku. Bu video prosta video. Noto'g'ri politsiyaga nimadir hujjatda olgan, bilmaymiz hali nimani qog'oz u. Ichkariga olib kirib ketyapti, bo'ldi. Buni men ham qilib bera olmayman. Bu joyga bundoq kirib ketib, bo'ldi, politsiya binoni olib qo'yishyapti. Umuman unaqa bo'lmagan. Biz yosh bola emas, bizning obunachilarimiz ham yosh bola emas. Xo'p, endi bu yog'iga nima bo'ladi degan bo'lsanglar, hop, biz O'zbekistondan ham, Koreyadan ham advokat oldik, xudo xolis. Juda ham yaxshi insonlar, faqat hozircha kimligini aytmaymiz, ko'rsatamiz oxirida kim mana bu insonman, bunaqa ekanman deb hammasini ko'rsatamiz. Hozir ekskumatsiyani biz kutyapmiz. Qabr ochilishi. Qabr ochilgandan keyin sud ekspertizasi bo'ladi. Sud ekspertizasi o'zining xulosasini bergandan keyin bularning hammasi koreys tiliga perevod qilinadi. Bu Koreyaga ketiladi. Ana o'shanda men ham boraman. Borgandan keyin o'sha kerakli tashkilotlarga hammasiga perevodchik bo'ladi, o'sha yerga odamlar bordi, balki bizga yordam beradigan odamlar erta chiqib qolar, hammasini topshiramiz xullas. Mana undan keyin jinoiy ish albatta ochiladi. Hop, bularni xullas bitta so'z bilan qilib aytganda, bu hammasini bu odam ham aytib qolganlar hammasi bilib turibdi. Hammasi bilib turibdi. Eng dahshatlisi bular undan oldin даже plan ham qilishgan. Videolarda o'zingizlar ham ko'rdingiz. Bitta ayol kelib nagli gapiryapti. Dalada u bo'lish shu darajada qo'rqmagan bo'lganki, men aytdim deyapti, yoqib yuborish kerak edi deyapti. O'ligini yoqib yuborish kerak edi, ko'ryapsizlarmi? Agar hech kim bo'lmasa, bo'ldi, yoqib yuboradi. Agarda ona na puli bo'lib, na ana davenisan qilib berishmaganda, bo'ldi deydi, u yoqib yuborishardi ham. Mana shunaqa gaplar. Xo'p, endi bu degani bu bizning gaplarimiz bo'ldi, mana shu to'xtaydi, ishimizni shu yerda to'xtatib qo'ydik degani emas. Biz o'zimizning xulosamizni aytamiz. Chunki biz bilan primoy efirda bo'lganda, biz bilan aniq-tiniq hech kim gaplasha olmadi. Savollarimizga javob bera olishmadi. Olib qochishdi. Uni hamma ko'rib turibdi. Mana butun kanalga qo'yib tashyapti. Biza qilgan xulosa bularning hammaligi sherik. Hammaligi sherik bilan, hammasi biladi. Bu yerda nima bo'lgan, nima qolgan aniq-tiniq biladi. Endi biz ham o'sha taxminlar qilib olib boryapmiz. Bularning gap so'zi to'g'ri kelmayapti. Olib chiqayotgan o'sha mana 180 sm bu bunaqa hech narsa bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Men sizlarga ishonch bilan ayta olamanki, bular 5 to'lovligi, bular uyushgan bitta guruh. 5 ta bo'ladimi, 6 ta bo'ladimi, bular hamma biladi 100%. Va biz bu narsani tegish uchun endi bunga ozgina vaqt talab qiladi. O'zingizlar bilasiz, bir kunda, bir haftada bo'lib qoladigan ish emas. Advokatlar ishlashyapti, u yoqda advokatlar ham, bu yoqda advokatlar ham. Biz ham mana harakat qilamiz. Albatta bu narsani tegiga yetamiz. Lekin o'zingiz uchun bilib qo'yinglar, mana shu ishga kim aralashgan bo'lsa, kim jinoyatni berkitgan bo'lsa, yana bir marta aytaman, oxirigacha olib boramiz bu narsani. Bu hazil ekan narsa emas, butun bir boshli odam bo'lib ketyapti. Nimaga endi O'zbekistondagilar indamayapti degan gaplarni ham yozishdi odamlar. Chunki bu holat O'zbekistonda bo'lmagan. Politsiyaga boribdi, ne unaqa qilding desa ham,
mana onasini o'zi qo'l qo'yib bergan edi. Davernisda o'sha. Davernis bo'ldi, men e'tirozim yo'q deb qo'l qo'yib berishgan. Ko'ryapsizmi, bular mana qanaqa plan, qanaqa texnika qildi. Endi bizda o'z-o'zidan shubha uyg'onyapti. Chunki oxirgi paytda nimagadir sezayotgan bo'lsa-da, Koreyada shunaqa o'lim holatlari ko'payib ketdi. Bu hammasini bu inson olib borib beryapti. Shunda yana o'sha yuvuvchilar, o'sha ayollarni, o'sha ya'ni fohishalikni targ'ib qiladiganlar bor ekan-ku, shunaqalar yuvayotgan ekan, Nozmani ham o'sha yuvgan ekan. Yaxshi, onasi yana u yoqda boshqatdan yuvdirtirdi. Xullas, bizlarni kuzatishda davom etinglar. Bu gaplarimizdan nima demoqchimiz? Bular hammasi planlashtirilgan, uyushtirilgan va albatta bu narsalarni tagiga yetamiz. Bular o'ylashyaptiki, bo'ldi bitta odam o'ldirib, bo'ldi qutulib qolamiz deb o'ylashyapti shekilli. Oddiy, men prokuror emasman, lekin o'sha kuni men prokuror, ya'ni o'sha tergovchi vazifasini, rolini o'ynashga men majbur bo'ldim. Bo'lmasa men tergovchilik meni o'qitdim yo'q, tergovchilar u mendan ham juda qattiq savollar beradi. Oddiy, meni 20 ta dona savolimga javob bera olishmadi. Hech kim bera olmadi. Yontoqli o'zini pazor qilishganligi qoldi. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Bu ish hech qachon shundoq qo'yib qo'ymaymiz, oxirigacha olib boramiz. Albatta qamatamiz. Qo'pol qilib aytganda qamatamiz. Bularni qamatmasak bo'lmaydi. Bular hammasi uyushgan odamlar, bilyapti. Ehson masalasiga keladigan bo'lsak ham, men endi hozir iminda bu odamni aytmayapman. Chunki hozir aytadigan bo'lsam, hozir qani fakting qani degan narsa bo'ladi. Lekin o'zim men ehson, ya'ni mana shu o'liklarni orqasidan pul qilish, mana ehson mana odam o'libdi, bu yoq mana yaxshilik qilyapti deyapsizlar-ku, to'g'rimi? Buni orqasida ham katta pullar yotadi. Hech kim tekinga olib bormaydi. Ehson mana tushgan bo'lsa, misol uchun, mana bitta inson, mana men odam deylik, mana ehsonchi bu. Bu ehsonchi. Mana men bitta bechara o'lib qoldi. Ehsonchi chiqadi. Men ehson qilib beraymi deydi. Ana majbur, olib kelib ber deydi. Lekin unga necha pul tushyapti? Kim hisobini ko'rsatyapti? Hech kim hisobini ko'rsatmaydi. 30 ming dollar tushgan bo'lsa, xudo bo'lsa, hali 3 ming berib qo'yib, qanchasini cho'ntagiga yo'qotdi. Bu narsani fakt dalillari bor. Ko'p birikti ehsonchilarni bizni bilamiz. Nima qo'ygan, o'sha narsalarni hali ehson masalasini ham ko'taramiz. Lekin hozir ko'tarmayotganimiz ehson masalasini. Bu palon summa oladi, palon summani cho'ntagiga tiqadi deb aytmayotganligimizni oldin bu mavzudan o'tib olaylik, keyingi ehson mavzulariga ham kelamiz. Chunki men 100% bilaman. Bularni qanaqa ishlaydi, nima qiladi, bolnitsiyaga borgandan keyin qanaqa to'lovlari bor, to'lashyaptimi o'zi, olib qochib yurishibdimi, bu narsalarni hammasini bilamiz va albatta oydinlik kiritamiz. Birinchi bizlarni hozir qiladigan ishimiz Nozimani qotillarini topish, sheriklarning hammasini qamatish. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Hammaga kattakon rahmat. Ajratgan vaqtingizga rozi bo'linglar, bizlarni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Sizlarni abdushi hurmat qilaman, sizlarni yaxshi ko'raman, obunachilarim, sizlarni juda ham hurmat qilaman. Sizlarni IQ darajangiz juda ham kuchliligidan men shunaqa xursand bo'ldimki, men obunachilarim juda ham kuchli odamlar ekan. Shunaqa skrinshot, shunaqa videolar, ayniqsa ayollar shunaqa aktiv bo'lib ketgan, shunaqa qidirishyapti. Prosta respekt. Hammaga kattakon rahmat.